ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyunadi-da. Lekin aslida johil. Unga ham Sa'diy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashi urib gulxan qilarmiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Oy maymunlar, bu qurt, bu chug' emas." desa, bordi pudashi urib, "Oy bu qurt, bu chug' emas" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirib, ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. G'am ortidan kelganda quvonch, shaytonlarni oshin suzmadim. Bandasidan qo'rqadi ishonch, Xudoyimdan umid uzmadim. Goh yurak g'amlarga to'lib, yig'lamadim, yashadim kulib. Hasad emas havaslar qilib, Xudoyimdan umid uzmadim. Yuragimda armon bo'lsa ham, atrofimda do'stlar to'lsa ham, davrim kelib omad kulsa ham, Xudoyimdan umid uzmadim. Qadrsizlar qadrim bilardi, yurakdagi